avvalgi kelganimizda Afrika davlatidan menga o'xshab holib olib ketgan mijozlari kelgandi. U bilan to'g'risi video qila olmagandik, ko'risha olmagandik. Mana hozir men samolyotdan chiqishim bilan meni kutib oldida, keyin aytdi, bir yarim soat qarab turayotdi-da, Iroqdan ham yana bir kishi kelyapti, uni ham birga olib ketamiz dedi. Mana hozir Iroqdan kelgan. 轻的嘛，大这种的话， هذا واحد قطعة وزنه 15 كيلو واحد قطعة. Bu yerda hozir sherni qolibini yasashni ko'ryapti ekan. Shu bo'yicha maslahat ketyapti bu eronlik yigitga. Sherni qolibini buyurtma qilyapti. Bu mana shuni ishlab chiqish kerak deyapti. Bu katta summa bo'ladi deyapti. Shuni hozir hisob-kitobini chiqaryapti. Agar to'g'ri kelsa, mana shu sherni qolibini ishlab chiqishni yo'lga qo'ymoqchi bular birgalikda. Sizlarda ham shunaqa qanaqadir takliflar bo'lsa, aytsalaringiz, shunga qaratib ko'ramiz, u bilan maslahatlashib, nima qilish kerak, qanchaga tushadi, agar yengilroq summa bo'lsa, imkoni bo'lsa, agar biz ham o'zimizni O'zbekistonga mo'ljallab, o'zimizni mentalitetimizga to'g'ri keladigan nimadir ishlab chiqsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi, zo'r bo'ladi.